Assalomu alaykum. Mana bugun Chiroqchi tumanidan xabar beramiz. 2025-yil 21-dekabr. Ayni soat ertalabki soat 8 dan 5 daqiqa o'tib bormoqda. Qorlar zo'r, mana ob-havolarimiz. Yangi yil kirib kelishlari bu yil yaxshi juda. Qor bilan kirib kelyapti mana. Qorlar bilan qorlar hali ham yog'ib bormoqda. Ob-havolarimiz zo'r. Bunday ob-havolar juda bir odam juda bir orom oladigan ob-havolar bo'lib turibdi mana. Qushlar uchib bormoqda.